Birinchisi fiqhiy ma'noda farz bo'lgan amallar. U nima desa, yemoqdan, ichmoqdan, er-xotin munosabatdan saqlanadi. Ro'zador odam mana shu sabab bilan boshqa barcha noloyiq sifatlardan saqlanish kerak. Behuda so'zdan, yolg'ondan, tuhmatdan, haqoratdan, har turli bo'xton, g'iybat kabi narsalardan ham saqlanish kerak. Bu amallar ro'zani ochmaydi, lekin fazilatini yo'qqa chiqaradi. Xoslarning ro'zasi bor, ular yemoq, ichmoq, er-xotin munosabatdan tashqari behuda gaplardan ham saqlaydi. Endi xoslarning xosini ro'zasi bor. U qanaqa desa, qalbini ham saqlaydi. Hol inson bir xil vaziyatda davom etishligiga aytiladi. G'iybatdan, behuda gaplardan ko'zimizni har xil nomahramlarga tikishlikdan saqlasak, bu ham 30 kunda holga aylanadi. Keyin bu hol sizga 1 yillik asqotadi. Saqlanish kerak bo'lgan narsa faqat shu 3 ta narsa emas aslida. Ro'zaning asl maqsadi Alloh bilan banda o'rtasidagi nazoratni qaytadan, ya'ni tartibga solib qo'yish hisoblanadi.